kunda hamma mazza qilib iste'mol qiladigan muzdekkina mazali ayronni birgalikda qilamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Ayronimiz uchun kerak bo'ladi 700 gram suzma, 1 bog' rayhon, 2 ta olma, tabga ko'ra tuz, 2 osh qoshig'ida qaymoq, 1,5 litr suv kerak bo'ladi. Hozir birinchi bo'lib ishni suzma bilan suvni yaxshilab aralashtirib olishdan boshlaymiz. Mana suzma bilan suvni sovaldik. Suvimiz qaynab sovitilgan suv. Endi buni venchikda yaxshilab aralashtiramiz. Mana bir xil massaga keldi, holatiga keldi. Endi qaymoq solib yana aralashtiramiz. Mana qaymoqni ham solib aralashtirib oldik. Endi olma, rayhon va tuz solib aralashtiramiz. Olmalarimizni oldin bo'lib olamiz. Rayhonimizni, bayirlarini terib, uni ham tayyorlab olamiz. Mana olmalarni to'rab oldik, rayhon baylarini oldik. Endi buni ayronimizga solamiz. Mana hammasini soldik. Endi yaxshilab aralashtiramiz. Keragicha tuz solib, keyin yaxshilab aralashtirishni boshlaymiz. Mana yaxshilab aralashtirib oldik. Endi mana qolgan rayhonimizni ham yaxshilab aralashtiramiz shunaqa qilib. Mazalari yana ham rayhon mazalari yana ham chiqadi ayronimizga. Mana ayronimiz tayyor bo'ldi. Endi 1 soatga holnikka qo'yib qo'yamiz. Yana ham mazalari yaxshi bo'lishi uchun. Mana mazali ayronimiz tayyor bo'ldi. Endi buni idishlarimizga quyib olamiz. Mana hammaga birdek yoqadigan mazali ayronimiz tayyor bo'ldi. Buni bolalar ham mazza qilib ichishadi. Ayniqsa yoz kunlarida mana holi issiqda bolalarga qilib bersak ham juda ham foydali, obda urishlarini oldini oladi. Tavsiya etaman. Ayronlar qilib ko'ringlar, hammaga birdek yoqadi.